Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. Sherqiy Türkistan Awazining kündilik xəbərlərini görüşünglarni qarşı alamiz. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları olsun. Xitay Kompartiyası Sherqiy Türkistanda məscidlərin normal açılıyatqanlığını və xalqaro axbaratlarda aşkarlanğan məscidlərin çeqilğanlığı həm taqalğanlığı haqidagi xəbərlərni birdək inkar qilgan. Xoldi şəhərinin qaynaq orunlarından biri bo'lgan Xitay bozorидagi burundan bor bo'lgan 3 masjidning ikkisining munarlari elib tashlanib taqalganligi, yana birining bo'lsa hukumat ishxonasiga aylantirilganligi oshkorlangan. Xitay doiralari atalmish masjidlarni a'lolashtirish nomi bilan 2016 yilning oxiriga qadar Sharqiy Turkistondagi mutlaq ko'p sondagi masjidlarni cheqivatgan yoki taqivatgan. Shundaqla ko'p faktlar bilan dunyoga oshkorlangan. Ammo Xitay doiralari xalqaro jamoatning bu vaqtdagi tanqidlarga javoban Sharqiy Turkistonda masjidlarning normal ichilayotganligini ilgari surgan. Xitay Kompartiyası bu yil 28 aprel kuni o'tkazgan bir axborot yig'inida Xotandagi bir masjidning imomini so'ziltib, Xotanda masjidlarning normal ichilayotganligidan boshqa masjidlar muhitining go'zallashtirilganligi va namozxonlarga vabo mazgilda hukumat tarafidan maska tarqatilganligini bayon qilgan. İli oblastlik soqchi idorasining aloqador bir xodimi o'zining G'oljidagi mas'ul tavallikida, ya'ni G'olji shahridagi qaynoq o'rinlardan biri bo'lgan Xitoy bozoriga joylashgan Taxtyon masjidining 3 yil avval taqilib munarlari chiqib tashlanganligini oshkorlagan. Ma'lum bo'lishicha, Taxtyon masjidi G'oljidagi qadimiy masjidlardan biri bo'lib qolmay, masjid doirasining kengligi va jamoatining ko'pligi bilan nuqtaliq masjidlardan biri bo'lgan. Atishning Suntaq yesidagi To'kil masjidi tövanga tushgan kadrlarning ehtiyoji uchun o'burniga o'zgartirilgan. Suntaqda cheqitilgan Ozna masjidining o'rniga haroq tamokim setilgan bir tala bozor selingan. 90 oyisining Yulduzbog' bozorida bor bo'lgan 20 masjiddan 10 dan ortiq masjid cheqitilgan. 2018 yilida Qumul shahridagi 800 dan ortiq masjidning mutlaq ko'p qismining cheqib tashlanib, Xotan va Qashqarlardagi jumladan Sharqiy Turkistondagi masjidlarning ko'pinchisining cheqilganligi, aman qolganlarning munarasi elevitilgan yoki qisqartirilganligi dalillangan. Xitoy doiralarining mushundaq buzg'unchiliklar davom qilayotgan mazgilda Beijingdagi bir qism islom davlatlar elchilaridan o'mak tashkillab, faqat ko'rgazmalik uchun saqlab qolgan masjidlarni ziyorat qilgan. Arab davlatlari ziyorat o'mikida Urumchi va Qashqarlarda ziyarati bo'lgan Falastin elchisi Xitoyning xalqaro yuzlangan televiziyasida so'z qilib, Urumchida masjidlar sonining musulmon davlatlardan ko'p ekanligi haqida guvohlik bergan. Kuzatuvchilarning bildirishicha, masjidlarning Uyg'urlarning asrlardan buyangi madaniyat meroslari ekanligi, hamdalikda bu masjidlarning zo'r bir qismining cheqilish va taqilishda qismatga duch kelishi, masjidlarda tabliğ anglagan va ibodat qilgan Uyg'urlarning lagerlarga solib olinganligi. Xitoy Kompartiyasining masjidlarni cheqish bilan qanoat qilmay, uning o'rniga milliy urf-odat va dinda qattiq cheklanadigan ish va mulozimat o'rinlarini ta'sis qilish orqali e'tiqod ahlining ruhini so'ndirish ekanligini ta'kidlagan. Xitoy Kompartiyasi bir qancha oliy darajalik olam qatnash sohasida Amerikaga yetish olishga tirishmoqda. Sün'iy ҳәмраھ рәсімлеріде көрсетілішчә, Xitay Kompartiyasi Sharqiy Türkistan tәклимаkan qumluqidagi ayrодۇرۇمىنى kengaytayotgan bo'lib, keyin taraqqiy qilib Amerikaning 51 rayonining Xitoycha nusxasiga aylanishi mumkin ekan. Amerika davlatlik ommaviy radiosining 1-iyul payshanba kunidagi doklatiga qaraganda, Amerika Colorado olam texnik shirkati maxsus ta'minlagan Sün'iy ҳәмراھdan ko'rsatilishicha, Sharqiy Turkiston tәклимаkan qumluqidagi ayrодۇرۇمىنىڭ qo'nish yo'liga yaqin joyda 10 necha cho'ng beton to'rik selinayotgan. Bu qurilishlar ayrодۇرۇمىga nisbatan zo'r o'zgarish bo'lib, hozir qadar odatdagi aslahalari texnicha hozirlanmagan. 1-iyul muxbiri Bilonfed yo'llagan Twitterda 2020 yili fevral oyi va 2021 yili 28 iyun kunidagi suratlarni selishtirish orqali bazining markazi Asqush yanida nurg'un yangi g'oyat cho'ng qurilishlar paydo bo'lgan. Bu qurilishlarning ishlatilish maqsadi texnik aniq bo'lmagan. Google xaritasidagi uchish yo'li rayonini cho'ngaytganda, uchish yo'lining aniqlab tanglik 3 buloq shaklining bir qismi ekanligini, aeroplanning uchishiga yetarli ekanligini, texmi muhimi aeroplanning 3 yo'nalishdan birla vaqtda qo'na oladiganligini bayqagan. Olam bo'shliqi masalasini iz qo'g'laydigan Amerika Carnegie Xalqaro tinchlik fondining yuqori darajalik tadqiqotchisi Anket Panda o'zlarining kuzatishicha Xitoy Kompartiyasining harbiy olam qatnash faoliyati uchun intayin muhim bo'lgan aslaha ekanligini, hamda uning jiddiy holda kengayayotganligini, tәклимаkan qumluqidagi bu g'oyat zo'r uchish yo'lining texmi aldirash bo'lib ketishi mumkinligini, chunki uning yiroqdagi jug'rofiyalik o'rni Xitoy Kompartiyasining maxfiy uskunalarni sinaydigan eng yaxshi o'ringa aylanganligini bildirgan. Mazkur ayrодۇرۇم uchish yo'li Xitoy Kompartiyasining Sharqiy Turkistonning sharqiy janubidagi Lopnordagi yadro qurollarini sinab qilish maydonining yeniga joylashgan bo'lib, 2016 yil yasab bitirilgan. 2020 yil sentabr oyida Xitoy Kompartiyasi tunji qatim uçquchsiz aeroplan qayta ishlatkili bo'ladigan olam aeroplanini sinab qilib uchirgan. Bu aeroplan orbitida 2 kun turib, ondan Sharqiy Turkistondagi 3 chaqirimlik ayrодۇرۇمga qo'ngan ekan. Buningdan ilgari hech kim tәклимаkan qumluqida ayrодۇرۇم borligini bilmagan.
Reuters agentligining tekshirishida Xitoy Kompartiyasi dunyo miqyosida tug'utdan ilgariki tekshirtish mulozimatidan foydalanib 8 milliondan ortiq homildor ayolning gen sonliq ma'lumotlari, davlat tavalligi, bo'y egizligi, eg'irligi, ism familiyasi qatorliq uchurlarni to'plagan. Hamda Xitoy xalq ozodlik armiyasi bilan tadqiqotdan o'rtoqlashgan ekan. Reuters agentligi Xitoy BJIning tug'utdan ilgariki tekshirishining dunyodagi eng olqishga erishgan tekshirishlarning biri ekanligini, ularning gen sonliq ma'lumotlarining manbasi ekanligini bayqagan. U tajovuz qilmaydigan homilaning xromosoma gen tekshirishi orqali homildor ayollarning gen sonliq ma'lumotlarini to'playdi ekan. Ular tug'utdan ilgariki tekshirishdan qolgan qon avrishkisi va gen sonliq ma'lumotlarini saqlab, qayta tahlil qilib, oxirida sonliq ma'lumotlar kam deganda 52 davlat tavalligiga setildi ekan. Doklad yana BJI va Xalq ozodlik armiyasining tekshirish natijasida Uyg'ur va Tibetlarning genini alohida tanlab chiqib, ularning geni va alohidilik o'rtasidagi munosabatni tadqiq qilgan ekan. Amerika davlatlik josuslikqa qarshi turish va bexatarlik markazining mudiri Bill Evanna Amerikalik qo'ramiga yetganlarning shaxsiy salohiyat uchurining 80%ning Xitoy Kompartiyasi tomonidan o'g'irlanganligini, o'tgan 5 yilda taxminan 5 yoki 6 davolanish saqliq shirkatining Xitoy Kompartiyasi xakerlarining hujumiga uchraganligini bildirgan. Xitoy Kompartiyasi eng yangi 5 yillik planida gen va biotexnik tadqiqotini davlat bexatarligi va umumiy taraqqiyot uchun intayin muhim bo'lgan bir soha qatoriga kirgizgan ekan. Hamma odam yoshlik bahorini saqlab qolishni umid qiladi. Shunga butun dunyoda qerishning oldini olishning har xil mahsulotlari cho'ng bir kasb zanjiri shakllantirgan. Lekin teri siliqlashmayi, javhar turidagi mahsulotlar faqatla terining sirtqi yuz qismiga ta'sir ko'rsatadi. Odam badanidagi hujayralarning qerishini keltirib chiqaradigan qerish jarayonini tüp yiltizdan kechiktirmaydi. Amerika Duke universitetining eng yangi tadqiqotida bayqalishicha, har vaqt tomoqni bir ulush oz yeganda qerishni kechiktirish unimiga erishgili bo'ladi ekan. Buningdan ilgari tadqiqotda issiqlik qabul qilishga chek qo'yganda sazang, chivin va chashqonning qerishini kechiktirgil bo'ladiganligini aytgan. Issiqlik qabul qilishga chek qo'yganda insonlarning qerishini kechiktirgil bo'lamdi yo'q degan masalani tadqiq qilish uchun tadqiqotchilar 220 qatnashchini qabul qilib, ularni ikki guruhga ayirgan. Buning ichida 145 kishining yemak-ichmak miqdoriga chek qo'yilib, o'rtacha har vaqt tomoqda bir ulush oz yegan. Boshqa 75 kishiga hech qanday cheklama qo'yilmagan. Tadqiqot boshlanganda ikki guruh qatnashchilarning amaliy o'rtacha yoshi 38 yosh, fiziologik yoshi 37 yosh. Fiziologik yoshi umumiy xolesterin, qon besimi va qon qizil oqsili saviyasi qatorliqlarni hisoblash orqali chiqarilgan. 2 yil izqo'g'lab ziyorat qilgandan keyin yemak-ichmakiga cheklama qo'yilgan guruhdagilarning fiziologik yoshi o'tir hisob bilan har yili 0.11 yosh ozayib, teni texmi yashargan. Ammo yemaklikka cheklama qo'yilmagan qatnashchilarning fiziologik yoshi har yili 0.71% yosh oshgan ekan. Yangi tadqiqotda issiqlik qabul qilishni kontrol qilish bilan qerish o'tirisidagi munosabat aytib berilgan. Lekin tadqiqotchilar bu hargizmi tomoq yemaganda yoshlikni mangu saqlab qolg'ili bo'ladi deganlik emasligini, texmi muhim ahamiyati shuki, bu kishilarga badanni boshqarishning muhimligini to'nitadiganligini, hamda kishilarni yemaklik tanlashda texmi ko'p foydali tajriba bilan ta'minlaydiganligini bildirgan. Xabarlarimizni ko'ngildan rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.